va Sunderland, bu Angliya universitetlari hamda Koreyani Yonsei universiteti eshitganmizmi? Yonsei universiteti. Top 50 ta turadi universitet. O'sha universitetda o'quv dasturlarini fransuzcha qilib o'qiymiz. Ya'ni bizni talabalar Toshkentdan chiqmagan holda, ota-onasining bag'rida bo'lgan holda o'sha Britaniya diplomini tanlagan yo'nalishga qarab yoki Yonsei programmasi yoki Demonpol yoki Sunderland programmalarini o'qib, ularning diplomini olsalar, chiqadi Toshkentda o'qidigan diplom bo'lmaydi, to'g'ridan-to'g'ri o'sha Angliyada yoki Koreyada o'qigan ingliz tili darslari bo'ladi, akademik ingliz tilida bo'ladi va ya'ni sizlar maqola yozishga, insho yozishga, har xil o'sha maqolalarda jurnallar o'zlari maqolani chop ettirishga harakat boshlaysizlar. Shuning uchun bunaqa kitoblardan ingliz darslari bo'ladi. Bu sizni masalan IELTS o'z ustida ishlaysiz, ya'ni ingliz tilini yo'qotib qo'ymasligingiz kerak. Shuning uchun fundamentni mustahkamlanadi birinchi kursda. Matematikadan bo'lsa, dasturlashdan bo'ladigan bo'lsa, programming bo'ladi. Mana shu 3 ta kitob o'tiladi. Hozirgi kunda Python eng ommalashgan dastur. Backend kimdir betida qanaqa o'qiydiganlar bormi? IT o'qiydiganlar bormi? Yo'q. IT hech kim o'qimaydi. Xo'p, bizda biznes boshqaruv yo'nalishi bor. Biznes boshqaruv uchun ushbu kitob o'qitiladi va matematika bo'ladi. Keyin bu kichkina, masalan, hamma ertaga kichik biznes ochmoqchi bo'lsa, o'shani qanaqa ochish kerak, uni strukturasi qanaqa bo'ladi, mana shu kitoblar o'rgatiladi. Bundan tashqari orqanglarda yana chunki mamlakat territoriyasida tabiiy ravishda 4 mingdan ortiq o'simliklar o'sarkan. 4 mingdan ortiq tasavvur. Shundan 750 tadan oshida ham ko'plab dorivor o'simliklarga dorilarga qo'shiladi, chunki u immunitet ko'tarish xususiyatiga ega. Qizilmiya va hokazo. Umuman olganda ko'rib chiqishinglar mumkin, mana shu o'zimiz mamlakatimizda o'sadigan dorivor o'simliklar. Bu nafaqat bizda o'sib, biz oilada olimi bo'laman deganlar bormi o'zi? O'zi nima sohaga qiziqasiz? Yo iqtisodchi, diplomat, shunaqalarmi? O'sha xalqaro standartlarga javob beradigan variantlarni o'zimizda ishlab chiqish, shu maqsadda ham o'zimizda ishlab chiqariladi. Shu klaster hududda bo'ladi hammasi. Birinchi qavatda ko'rdik, to'g'rimi? Muzey, ko'rgazma zali, kutubxona, kofe-bar va garderob bor. Ikkinchi etajda conference hall, ya'ni yig'ilish zali. Bu 500 kishi uchun mo'ljallangan katta konferensiyalar, ilmiy tadqiqot konferensiyalari mana shu zalda o'tkaziladi. Javob beradimi, yaroqlilik muddati tekshiriladi. Uni shu qay holatda, qanaqa temperaturada, haroratda saqlanib olib kelinganligi hammasini tekshirib, litsenziya beradigan va sotuvga ruxsat beriladigan markaz. Mana shu xavfsizlik markazi shu qavatlarda o'tirishadi xodimlari va GXP markazi dorilarning korobkasiga hech e'tibor berganmizlar. Dumalon ichiga GCP deb yozib qo'yadi. Bu как shtab pechat sifatida bo'ladi. Good manufacturing practice, good distribution practice, shu sababli X qo'yilgan, bu harf o'zgaradi degan. Bularga qarab tekshirilib, dorilarni qaysi holatda, qaysi standartlarga joriy etilinishiga qarab o'sha korobkasiga pechat sifatida qo'yiladi. Hop, 10-11 qavat. Sababi mana bu yerda akalarimiz ko'ryapsizlar, shu akalarimiz bizga nima asosiy kampusimiz $1 endi nima 17 barobar ko'pmi? Nimaga unaqa desa, hozir oramizda IT qiziqadiganlar bormi? Hammasi HR menejerlarmi? Advokatlarmi hammasi? Boshqaruvchilar, juda zo'r. Qaranglar, bu yerda 32 ta zavodda, mana o'sha zavodlar nima oldingi TX maydonida, o'sha zavodlar nima qurib, o'sha fasadini yopib уже nima keyin kelishga tushadi. Bu tomonda mana Handatek China qon plazmasidan dori oladigan nima yuqori texnologik kompaniyalar AstraZeneca kelyapti, bilamiz, u vaksinalarni qanaqa top kompaniya World Medicine qaniga aytganimizda olib qoldirish uchun uni ishlab chiqaruvchi shuncha farmatsevtlar mahoratli ishlar ekan. Ularni kim boshqaradi? Mo'g'ul bo'lgan narsangizni ayting. Ayting har doim.
qanday boshqara olasiz? Kompyuter qo'yiladi. Bilamiz, AI ishlash uchun bizga superkompyuter kerak. AI da data analitika uchun bizga katta serverlar kerak bo'ladi. Okey. Aniq pallar, hammasi aniq pallar. Xo'p, filtrlash reaksiyasida biz birorta indikatordan foydalanib, kislota va ishqoriylikning o'zgarish nuqtasini ko'ramiz. Buning uchun hozir foydalanamiz xlorid kislota va natriy gidroksidan foydalanamiz va bizga pipet kerak bo'ladi va pipet pump kerak bo'ladi. Tak, buni ishlatish uchun birinchidan qo'lqop kiyib olasiz. Sumkalaringizni qo'yib olib, relaks qilinglar. Chiqaraman, o'smigim bor dedi. To'rt ahvol chatadi. Qara domlalar jurnal ko'tarib olgan, ular muallimlarga muallim deb kichkina bolalar yalinib yuribdi, studentlarda. Sovetskiy deydi. Domla bilan ko'rishdi dedi, professor bilan ko'rishdi. Necha pul? 600 million dedi, bitta kvartirani puli dedi. 600 millionga. Qon to'kildimi deyapman. Killer deydi. Bolalar, oksidlanish qaytarilish reaksiyasini qilamiz. Hozir oddiygina dixromatni yoqamiz. Dixromat bu hozir sariq rangda, uni yoqqanimizdan keyin yashil rangga o'zgaradi. Oddiygina o'tin yoqqansizlar uyda, o'sha vaqtda oksidlanish qaytarilish reaksiyasi ketadi. Hamma reaksiyasida ekan opa. Yaxshi yoqmaydi. Zo'r yonadi. Ya'ni buni hozir o'qirilib keladi. Qashma 10-20 barobar oshadi. Perfect. She's also Master of Arts from University of Sunderland. So, we are here to talk about the future. You are about to graduate and you should be thinking about the future, right? So, guys, how do you feel? Do you feel ready for the future? Are you ready for the future? Number? Mingdan biri, to'g'ri, mingdan biri. Mingdan biri, bog'aziyam topshirib. To'g'ri, 12 barobar. Ha, 12 barobar ko'p nima? Sababi hozirgi ishlab chiqaruvchilar ham baribir ko'p substansiyani nima qiladi? Bizada So'shal zo'rlar bor. O'tirib, darsni qilsanglar bo'ladi, hech kimsani qilgan uchun ikkovi davlatga ham, menga topshirgan, ikkovi ham muvaffaqiyatli qilgan bo'ldi. And what does pharmacy say? Guys, it's a listening test. It's not logic test. It's not alphabet test. Farmer A sells apple. Farmer B sells banana. And what does pharmacy sell? Because it is pharmacy, right? Chemistry shop, pharmacy. Okay. Should I continue in English or in Uzbek? Let's mix them. Fizikani zo'r o'qiganlar bor-a? Bular hammasi bilmayaptimi? Okay, uni bilib turibsiz ularga. Sezadigan menga
qaynoq, yarim stakan qaynoq suv berdilar, yarim stakan sovuq suv berdilar. Qaysi biriga qo'ysam tezroq iliq massa hosil qilaman va nimani hisobiga? Sovuqroq qo'yish kerak, chunki havodagi tushayotgandagi havodagi harorat bilan ham o'zi soviydi tezroq. Harorat ni pri чем? O'sha issiqlik sovuqligi talpinadi-ku, o'shaning uchun sovuqligi issiqlik ustiga qo'yish kerak. Sovuq, ya'ni suvga talpinadi agar uni qarasangiz. Sovug'ini qo'yish kerak degan javob to'g'ri javob bo'ldi. Nimaga? Shu yerda sal chala bo'ldi. Tushgan paytda Manzura nima ustoz qo'shni bo'lganlar uchun to'g'ri olganman fizikada. Lekin esimda bu men o'zim o'qiganman. 7-sinfdan ekan. Bakal issiq bo'lmaydi. Yo'q, bakal tutni pri чем? Yo'q. Bu deganda o'zi nimaga bug'lanadi o'zi? Zichligi juda yaqin keldi. Sovuq massa og'irroq bo'ladi, to'g'rimi? Pastga qarab yuradi, issiq massa tepaga qarab yuradi. Shuni tezroq bo'ladi, tezroq aralashadi, iliq massa tezroq hosil bo'ladi. Where is the question? Please raise your hand. Which city has no people at all? Which city has no people at all? Qo'l ko'tarib. Yon tanisizlarni desam, taniyman deydi dorimiz edi. Tekshirib ko'ramiz. Nima? Asarlardan birida yozadi. Tabobat hayron qolaman nima odamlar qiyin deydi deb yozganlar. Juda oson o'zi tabobat degan. Qiziqish uchun o'rganib ketganlar bilamiz, nima o'rtoqlari kasal bo'lgan, keyin o'shani qiziqib ketib o'rgangan. Asosiy ilmiy yo'nalishlar nima bo'lgan? Qo'l ko'tarib. Biladigan odam bor nima muzeyda eshitdim. Asosiy ilmiy yo'nalishlar nima bo'lgan? Yo'q. Bu dori yaratish bilan tabobat bitta asosi. Astronomiya. Yo'q. Okay. Nimanda savol yuryapti? Hop, kim agar qiziqqan bo'lsa, o'zi qiziqqanlar bo'ldi universitetga. Kimdir qiziqqan bo'lsa, nima anketa to'ldirsanglar, qabul bo'limi sizlarga aloqaga chiqadi, fakultet tanlashga yordam beradi, hujjatlantirishga yordam beradi. Savolinglar bo'lsa, o'zingizlarda turuvchi ota-onalardan savollar bo'lsa, javob berishadi.